Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Ebu Hamid el-Gazali rahmetullahi aleyna bidayetul hidayeh. Hidayet mukaddimesi, hidayetin mukaddimesi hakkındaki kitabını biz cuma günü her cuma bir san çıkarttık. Lakin bu cuma kechikib kaldı. Ma'lum sebepler tüpeyildi. Ben çıkaramadım. 3-4 gün ders çıkarışqa mümkün olmay kaldı. Bugün toluqlaş üçün bugün çıkarımız. Hem de tövende imametçilik ve cemaatçilik edep kaideleri hakkında İmam Gazali rahmetullahi aleyh mundaq deydi. Hem de imam bu adam namazını ayet yengil okuduruş münasip. Şu yengil okuş gerek. Çünkü Enes radıyallahu anhu şundaq degan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük sahabelerden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bekrek yengil, kamil hem. Yengil bulaşılan birgi kamil ha. Bunda namaz okuyduğu adamını görüp bakmagan. Yani bunda adamın akısı namaz okup bakmagan edeyim dedi. Bununki geplerinin şerilerden, cemaatçilikninki pezilti hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle okulgan namaz, yekki okulgan namazdan 27 derece artıp bulğanlık hakkında sahih hadis var. Bundan da başka Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet kılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz okuptu da bazı namazda bir kısım kişiler yok qarsa. Şu vaqtda mundaq degan. Men kişilerge bir adamni namaz okup berishga buyursam, anda namazlık kim bor, kim yo'q mundaq bir qarab chiqib, shuning bilan bir o'tan ekilishga buyursam, o'tanlar ekilsa, shu uylarni ko'ydirib etsam deyman. Agar ularning birisi deydi, bu semiz paqlan go'shtlari, so'ngaklarini paklarının putlarını tapsın o elbette muşu xübten namazga hazır buladı degen. Yani demek bunu adı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cemaat namazı bulap mı? Xübten namazda cemaatla okuallıkmın pezilti hakkında işte bayan kılgan. Nemiş ki Peygamberimiz bir yerde semiz paklan deydi ise Arap diyarları aynı vaxtıdan ayeti qahatçilik, açarçılık rayullah. Bir goş yiyiş diyen gep o naiti bir çoğun gep. Boylar yiyilgen takdirde mi? Avam fuqaraniki yemeke naiti kem uçuraydigan bir eyvallah. Bir uluq ölep qalsa yep salam ki bu musa atayın ötürep yedigan işler kem uçuraydı. Demek şunda bir huzurluk tamakını taşlayıp kiletti demekçi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani şundaq deydi. Bir adam xutben namazını okusa cemaat bilen tağının yerimi geçile kıyamda tuğallık beraber. Agar bu adam bomdatni cemaat bilen okusa bütün kişini kıyamda ötkizgen beraber digen. Ondan başka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki kim cemaat bilen okusa namazını özden şu meydisigiçe ibadetlik toşkuzgan boldu. Yani ibadetlik lık boğan boldu bu adam. Depmo hadislerini digen. Hem de Said ibn Musayyib digen tabiinninki deyişçe 20 yıl muazzin azan ise men mescitte idim dedi. Muhammed ibn Vasi degan adam dünyada men fakat 3 narsani ishtaha qilib baqdim. Bir yo'lda yoki ezib ketsam ya eg'ib ketsam meni tuzlab qo'ydigan, o'ngshab qo'ydigan qarindoshga shundaq ishtaha deman. Jafosiz, mehnatsiz o'zligidan keldigan yengil bir rizq bo'lsa deydi. Yani cemaat namazı sahvi yok. Fazileti bana yazılgan. Muş işini bek arzu kılıp geldim dedi. Rivayetler deyişçe Ebu Ubeyd ibn Cerrah bir bölük cemaatke bir gün imam bulup dedi. Namazdan qaytqa vaqtida bu adam şundaq depti. Men şeytan hazır kadar men bilen birge. Hatta mening başqalardan bir xil ortiq ekanligimni his qildiryapti dedi. Ko'nglim selyapti. Bundan keyin men imom bo'lmayman degan. Demak, shayton bu yerda Abu Ubayd ibn Jarrohniki qalbiga, nafsiga mag'rurlanish, ibodatidan faxrlanish, imomligidan o'zini cho'ng bo'lishdan iborat bir shaytoniy nafsi tuyg'uni sağan.
Bu nefsini kesiş için men mengi imam bo'lmayman deganda. Hasanul Basri mundaq deydi. Ulamolarning huzurlariga berib kelib turmaydigan odamning keyinda namoz o'qimanglar degan. İmamın Naxai, İbrahim'in Naxai degan büyük ulamo shunaq deydi. İlimsiz kishilarga imom bo'lgan kishi dengizning ichida suv kemchalliganga o'xshaydi. Qanchalik oshdi, qanchalik kamidi buni bilmagan odamga o'xshash degan. Demak bu ulamolarning, sahobalarning bu imomlik haqidagi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki bu jamoat namozi haqidagi bu bayonlari bu. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu shunaq deydi. Kim azanni anglab bunga masjidga bormagan bo'lsa, u odam yaxshilikni iroda qilmagan va yaxshilikni u odamni iroda qilmagan bo'ladi degan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu shunaq deydi. Odam bolasining bir eritilgan qo'g'ishunga bir quloqlarini to'shqizib etkinimiz bu azan anglab azan qarta jamoat namoziga bormaganligidan quloqni qo'g'ishun bilan to'ldirib etkinimiz yaxshi degan. Rivoyatlarda deyilishicha Maymun ibn Mihron degan büyük ulamo masjidga kelibdi-da, boshqalar bu odamga mundaq debdi. Xalqlar ketib bo'ldi degandan keyin inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Chunki bu so'zni musibat bo'lgan vaqtda deyiladigan so'z. Yani bu adam masjidga sal kechikib qolgan. Shu munosabat bilan da'vatidi. Albatta bu namozning fazilati menga Iroqqa vali bo'lganimda nihoyat so'yimlik edi degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 40 namozni, ya'ni bir hafta 8 kun demakchi, jamoat bilan takbiratul ihromdan kechikmay, birinchi takbirdan kechikmay jamoat namozini 8 kun uda 5 vaqt namozni keyin o'qiyalig'sa bu odamga ikki baroat yeziladi deb. İki baroat deganimiz yani ozodlik. Biri nifoqdan ozod bo'ladi, biri davzaxdan ozod bo'ladi degan. Mana bu jamoat namozi va imomatchilik munosabatlik xilma-xil qatlamli kishilarniki so'zlari. Xo'sh, endi G'azaliyniki o'ziniki naq so'ziga qaytib kelaylik. Endi imom bo'lgan odam namozga quloq qilib Allohu akbar demaydi deydi. Madamiki navoda muazzin takbirni aytib bo'lamagan bo'lsa, cho'qim takbir tugash kerak. Saplar tuzlanmagan bo'lsa, sapni tuzlash imomning majburiyati. Ovozini takbir bilan ko'tarish kerak deydi. Allohu akbar deb. Hamda keyindagi agash kuchi ovozni faqat o'zining nafsi, o'zi anglayaligidek miqdorda ko'taradi. Takbir etadi. Bu imomlik fazilatiga erishish uchun imomatchilik niyatini qalbida turg'izish kerak. Agar niyat qilmasimi, keyingi jamoatningki namozi durust deydi. Ular chunki imomga ergashish niyatini qilib ergashgan ekan, ular jamoatchilik fazilatiga erishgan bo'ladi. Hamda bu yerda mahbu deydigan bir qism duolar var masalan, Euzu billahi mineşşeytanirracimni, anne subhanik Allahumma ve bihamdike bunu mahfi deymiz. Ama sure Fatiha, onundan başka surlarni bomdat namazda, Şamның avvalgi 2 rakatida, Xuftanның avvalgi 2 rakatida bunu aşkara o'qiymiz. Mayli imom bo'lsin, mayli yolg'iz bo'lsin. Hamda jari namozga kelgan vaqtida aminni aşkar o'qiymiz. Cemaatmi hem aminni o'llik o'qiydi deydi. Ammo shu jamoat bilan imomning amin deyish ohangi tankash bo'lish kerak deydi. İmam deb bo'lgandan so'ng uning kendi jamoat emas, imom amin degan zamatlam jamoatni tang o'llik amin deyish kerak deydi, tankash qilish. Amin meselesiga kelsak, amin vatanimizda nihoyat nurg'un nadonlik, bilimsizlikniki tufaylidan va islom shariatidagi fiqhiy masalalardagi turli ixtiloflarga bo'lgan, ko'z qarashlarga bo'lgan bizdagi ta'tirchilik asosida
nurg'un avarchiliklar, ixtiloflar, hatto qonliq voqea, to'qinishlarga, hatto turli ado nizovatlarga ilib borgan bu masala. Amaliyotda buni oddiy, yenik masala. Her ikki tarafni o'z mayliga qo'yib beradigan, o'zining tushungan yoki qabul qilgan fikr doirasida yoki o'zining tushunchisi e'tirof qilgan doirada mayli qo'yib beradigan masala. Amaliyotda ominni ullik deyish masalasi hadisning sahiyligi, isnod hamma jihatdan ilib o'tgan vaqtida bu to'limi sahih bir masala bu. Hamda imom Sura Fatihani o'qib bo'lgandan keyin azroq, ya'ni sukunat azroq, necha sukunatlam jim turdi dedi. Bu bir sunnat-da. Chunki bu odamning nafsi yenib sal to'xtagan qadar azroq. Ham jamoat Sura Fatihani mush vaqtda o'qiydi. Mush vaqtda. Mush imom Sura Fatihani o'qib bo'lib, qayt bir sura boshlaydigan bosqichi va azroqdan. Yani bir necha sekund boşlukta mush vaqtda Sura Fatihani o'qiydi. Chunki mush vaqtda nima ish o'qiydi o sabab imomniki qayta sura qo'shib o'qimoqchi bo'lgan surani anglash, shuning quloq silish imkoniyatiga erishish uchun bu Sura Fatihaninki jamoatning o'qish masalasi bu sahih hadislarda kelgan bir masala. Lekin Hanefi mezhepte bunu okulmaydı. Şuna vatanda bu mesele meşhur emas. Ama ustazlarımızın Abdülhamid, Abdülhamid Damullah Qashqarda bunu 30 yıl, 40 yılınızı kişilerge targ'ib qilib kelgan meselelerninki biri. Bu Qashqarda asasen bunu bu adamni yaxshi taniydigan, bu adamniki jamoatlari asasen Sura Fatihani o'qiydi Qashqarda. Bu kitapninki bu şerhisida bundaq mesele o'tirib qo'yilibdi. Hamda bu namozda xushu, ya'ni namozni xushu bilan o'qish haqida nurg'un so'zlar, oyatlar va hadislardan dalil keltirish orqali xushuning fazilati haqida Alloh subhanahu va taolo namozni sen meni eslash uchun o'qi degan edi dedi. Mana bu namoz o'qishninki muhim asosi nima? Xudoni eslash namozda. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yani şundak deydi. Vezkur rabbeke fi nefsike tedarru'an ve khife. İçinde perverdigarını korkgan, şığlıgan, telpilgen halette eslepti deydi. Etgen akşamlarda aşkar bulmağın ahvalası da yani sen gafilladın bu kalmağın. Yani kutadın gafil yaşama dedi. Allah Teala yana sizler meslikte namazga yakın yolaşmağınlar. Nemi davet kanunlarını bilgengi kadar namazga yakın yolumağınlar degan bu haram kılınıştın burun düşürülgen ayet bulup yani demek bunun maksidi nime? Namazda Xudaga bütünley özağını tapşırınlar degan buldu. Hatta bir kısım şu sofizm tarixidagi ulamalar keyingi mezgilde bu ayetni tafsirlagan vaqtida mesela tafsir alusida ashtaq bir tushuncha bayon berilgan. Yani namazga mes holat yaqinlashmanglar degan gap sizlar Xudoni o'ylamay dunyoni o'ylagan holatinglarda. Yani bundaq demakchi bo'lg'ini sizlarning turqinglar, shaklinglar namozda ama kalbinle, nefsinle namazda emas, Xudo bilan emas, dunyoga bağlangan, mal dunyoga bağlangan. Bunda halatda namazga yaqinlashmanglar deb bu şekilde tafsir qilgan. Hatta G'azaliymi buni ostida shunday askartib qo'yapti. Bu yerdagi meslik degan gap g'am andishining ko'pligidan mes bo'lib ketgan. Yoki dunyoni ziyoda yaxshi ko'rganlikdan mes bo'lib ketgan. Mushta adamlar qartilgan deyilibdi. Vahb ibn Munabbah shunday deydi. Buning maqsadi, buningdan maqsad zohir, ya'ni shakli, ya'ni mush varaq ichgandagi mes bo'lsa-mu, amaliyotda mush dunyo bilan mes bo'lgan odamlarga bu yerda tanbih berilgan. Bu yerdagi illatni nima, illatni tushuntirib, siz nima deganinglarni bilgan qadar deydi.
Demek dünya bilen meşgul bolgan, dünyaga mehr muhabbetni berip etken adamın nem degenini bilenmey kalıp namazda. Bu ayetki berilgen bu tabirler ayet bir-birinden ayet yakınlık, toğra. Arak içmeydiğen adamlar var. Lekin namaz dışında köp okuyduğun. Ama namazda nemi degenlikini bilmeydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam kim işkirket namazını okup şu namazda dünya doğruluk hiç kanda hiyali tasavvurladı bulmagan bolsa o adamның ötmüşteki günahları mağfiret kılındı degen idi. Yana Peygamber aleyhissalatu vesselam sözlep namaz demek beçara, kemterlik demektir. Allah'a iltica kılıp münacat kılmaktır, pişayman kılmaktır, yelinmaktır, beçarlıkını bildirmektir. Kolunu koyup deysen, Uluq Perverdigar, eğer sen bundak bulmasan, bundak diyemezsen Uluq Perverdigar dep yelinamazsan, o bir bika, naqis, kemtik o degan. Burunqi kitaplarda Allah'ın namıdın şundaq rivayetler bayan kılınıp ötepti. Allah subhanahu wa ta'ala şundaq degen eken. Her kanda namaz oku adamның namazını men qabul qilmayman. Mening kattılıqım üçün kemter bolgan, bendelerimge kibir ko'rsatmagan, aç, miskin, fakirlarga mening sebebimden rızalıqımni ko'zlab taam berganlarning namazını qabul qilaman deganda. Belki bu Tevrat, İncil, Zabur qatarlıq samavi kitaplardaki bayanlar buluşı mümkün. Peygamber aleyhissalatu vesselam yana namaz farz qilindi, hac tavafqa emir berildi, hac faaliyetleri hemmisi bildirildi. Bunun hemmisi nima? Allah'ın zikrini berpa qilish uchun, Allah'ını esleş uchun. Her bir ibadet, her bir dua ma'lum muayyen vakit, muayyen peytlerde otur koyululu. Sebebi nima? Xudoni esleş. Mesela o birine kirgende dua okuyumuz, çıkkanda okuyumuz. Muş arkalık biz Xudoga yurkimizni, dilimizni bağlaş. Ayak keygende, öyden çıkkanda, öy kirgende, maşina heydigende, yolda manganda, mescid çıkkanda, her vakit, her peytlerde, keche gündüzlerde, etgen akşamlarda okulduğun türlük dualar var. Nime? İnsanın Xudo bilan bo'lgan bağlanışı vakti uzrab ketmesin. Xudo bilan bağlangan peyti davamlıq yengilnib tursin degan maqsadda shu Xudoning zikri peytlarga qarab, vaqtlarga qarab bekitilgan. Agar sening qalbingda mazkur hammamizning orzusi bo'lgan shu Xudoning haybati, buyuklik bo'lmasa, senin zikirinin nemi kıymeti? Peygamber aleyhissalatu vesselam özü nasihat kılgan bir adamga söz kılıp, sen namaz okusan, sen özüni unutkan, yaki özüni sen tapşırgan, yaki Perverdigarın tarafki ketavatkan, yaki ömrün ahırlaşkandek oku namaz dedi. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala ey insan sen Perverdigarın olan çokum uşqisa Allah tarafga Perverdigarın uşqish üçün amel izlerinden ayetde tercihlik gösterkin barsan Xudoga so'ragan demekçi. Allah Taala Allah'tan qo'rqinglar. Sizlar bilinglar, diqqat qilinglar, bilinglar. Allah bilan çokum uşqisizlar deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam şundaq deydi. Bir adamning namazı bu adamni yaman nachar qilmishlardan, yaman so'zlardan to'siyanmasa, bu adam Xudodan davomli yiroqlashidir. Namaz demek bir munajatdir. Allah bilan so'zlashmakdir. G'aflat turib qandaqmi Allah bilan so'zlashkili bo'lsin. Ayşe radhiyallohu anha shundaq deydi, Peygamber aleyhissalatu vesselam bizga so'zlaydi, bizmi so'zlaydik. Paranglashadiq odatdagidek. Ama namazdan vaqti kelsa, bizni mi tonimaydi, bizmi tonimaydik. Yani Xudoning kattaligi bilan mashg'ul bo'lib ketib, yani bizning xiyolligim keltirmaydi demekçi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani şundaq deydi. Bir adam özün qalbi bilan cismi, bedeni o'xshash bo'lmasa, bunda adamning namozga Allohning qarash cho'lisi yo'q deydi. Şekilde bedeni namaz o'qigandek, ammo qalbi boshqa yerda bo'lsa, Alloh qaramaydi degan bu. İbrahim aleyhissalatu vesselam namaz o'qimoqchi bo'lsa, shu qalbininki so'qishlari 2 mil orliqdan olindi debdi. Yani 2 mil degan 10 kilometr atrofidagi joy. Vallohu a'lam hamda. Hamda Said Tannuhi degan kishi namoz o'qigan vaqtida 2 mingizdan soqolga tomchigan yoshlar qurimaydi ekan, uzilmaydi ekan. Yig'lab turib o'qiydi ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir odamning namoz o'qiyotganligini ko'ribdi-da, lekin soqollari bilan metildab aplashayotgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buning qalbi qo'rqqan bo'lsa, a'zo badallarni qo'rqatdi deb shunaq degan. Demak namozda u yan bu yan qarash, u yan bu yanga medirlab turish bu namozda xushu bo'lmaganlikniki alomati demoqchi bo'lsa kerak. Salaflardan Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu namozning vaqti bo'lgan vaqtida bir xil titrab ranglari o'zgaraydi ekanda. Boshqalar so'rab turdi, Amirul Mu'minin, yani xalifa bo'lgan paytlarda nima bo'ldingiz desa, omonatni topshiradigan vaqt keldi. Bu omonatni Alloh osmon zamin tog'larga tanglagan. Ular bu ustiga elishdan unamagan. Ondan ensirgan, qo'rqgan. Mana men yuklab olgan emasmi degan dedi. Mana shu omonat, e'tiqod omonati, din omonati. Ali ibn Husayn o'g'li bu kishida rivoyat qilinishicha, tarat olgan vaqtida rangi o'zgarib ketganda ba'zida. Oilasi deb, "Nima bo'ldingiz? Bu tarat olgan vaqtingizda mushta bo'lib ketasiz" desa, "Bilamsizlar, men kimning oldida turman hozir. Men kimning oldida qo'pab so'zlashman" deb shunday degan. Demak, shu namozdagi xushular haqida kelgan bir qism hadislar, oyatlar ve salaflarning, tabiinlarning, sahobalarninki Xudo bilan so'zlashgan, munojat qilgan namozdagi holatlari shunchalik. Endi bizning bugungi kunda bizni mashg'ul qiladigan mashg'ulotlarning ayeti ko'p. İnternetdaymiz, televizordaymiz, telefondaymiz. Shunchalik besimlar, turli oldimizdagi to'sanchilar xilma-xil mashg'ulotlarning ko'pligidan. Mush tabiin, shu sahobalardagi qo'rqinchining 100dan 1 bo'lib ketgan bo'lsa, biz yana farishta sifat bo'lib ketdik bugungi kunda. Xo'sh, G'azalining so'ziga qaytib kelsak, G'azali yana shunday deydi: namoz o'qigan odam imomga ergishib jamoatimda jariy namozni sura o'qishga bo'lmaydi dedi. Jariy namozda imomning qiroatini o'rganamiz. Ama bu adam imamın qiraatini anglayapti. O vaqt qanday qiladi? O'zi shu surdan birini o'qiydi deydi. Bu G'azalining ko'z qarashi. İmam ruku ve secdede Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil Azimni 3 qitimdan o'shiq demaslik kerak. Jamoatga yengil bo'lsin uchun. Yani öz yalğız o'qigan vaqtda mayli 100 qitim deb olamda, necha qitim deyapsiz mayli o'zining ishi. Birinci teşehhütte Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed nam o'qisin. Yani tahiyyatını o'qib Allahümme salli ala'ni o'qisin dedi. Bu Şafii mezhepte işte değildi. Ama Hanefi mezhepte fakat tahiyyatullah o'qib birinci teşehhütte qo'pidi. Ama Şafii mezhepte teşehhütni o'qiydi ve tahiyyatuni. Onun kendinden Allahümme salli ala'ni o'qiydi. Ama oxirgi 2 rakatda 4 rakatlik namoz bo'lsa, sura Fatihani ham o'qiydi dedi. Bu kishilarga uzun bunda zeriktirmas kerak. Endi oxirgi tashahhudda duo o'qigan vaqtida masalan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining namozlarda o'qigan duoni o'qish bilan birga shu dur salomni tashahhudni shu miqdorda o'qish kerak. İmam salom bergan vaqtida mush kishilarga
salom berishni niyat qilish kerak dedi. Qavm bu salom orqali imomga javob berganini maqsad qilish kerak. Masalan, imom assalomu alaykum va rahmatulloh deganda jamoat assalomu alaykum va rahmatulloh deymiz. Bu maqsad yana imomningki salomiga javob qaytarish demoqchi bo'lsa kerak. Imom assalomu alaykumdan deb bo'lib bir azizroq turdi dedi. Kichik miqdorda turib o'tib oldi qarab, uni yog'i keyniga burilib jamoatga qaraydi. Agar ayollar bo'lib qolsa, ayollar qo'pab ketilish uchun jamoatga oldin qilib yuzlanmasin. Çünkü ayollarni ko'rib qoladi hamda. Ayni vaqtlarda jamoat namozi ayollar, erlar birga o'qildigan. Masalan, avval erlar, kichik bolalar, undan keyin ayollar o'qildi masjidlarda. Bugun unda avvallar nadir kam. İmamın o'rnidan qo'pmaganga qadar hech kim qo'pmasin. Bu vatandagi bizniki bu namozdagi odatimiz nayati G'azalininki bu so'zga nayati uyg'un. Amaliyotda sunnatim shundoq. Lekin bolda qo'pyapsizmi hech qisi yo'q, kerak yo'q. Ammo imom aytgan qadar, imom qo'pgan qadar tursa, buniki fazilati, ajr bor, to'g'riliq hadis bor. İmam bo'lgan odam o'rnini qo'pgandan keyin o'ng tarafdanmi, so'l tarafdanmi, xohlagan tarafdan qaytib kirib kelsa bo'ladi. Ammo o'ng tarafdan qaytsa bu menga yaxshi. Men shuni yoqlayman dedi G'azali. İmam hamda bomdod namozi o'qigan vaqtida duo qunutda maxsus bir duoni xos qilib olmaydi. Ayrim o'qib olmaslik kerak. Balkim Allohumma mahdina deb o'qiydi. Masalan, Allohumma mahdini deb bo'lmaydi. Ey Alloh, menga uni bergin yoki menga mag'firat qilgin deb duo qilmaydi. Ya'ni bizni deb o'qish kerak. Chunki keyinda jamoat borda. Buni biz joriy o'qiydi imom. Xalqlar, kishilar amin deydi. Amin. Her bir dua tutan amin. Amin. Yani şu vitr namazda dua okuganda amin deyish meselesimi Abdülhamid Damullam Qashqarda o'ttirib qo'ygan. Kim ba'zi yerlarda da taqagan bo'lsa, lekin keng ko'lamda taqagan o'rin yana tash imomatchilikdan tushib ketgan qadar 9 tash masjidda Qashqarda. Andan jamoatda shu umumlashgan. Undan boshqa masjidlarda bu vitr namozininki duosini Ramazon mezgillarida oshkor o'qiydigan. Bunun kishilar amin deyishadigan masalalar diyorimizda yuz bergan emas. Amaliyotda bu bir sunnat. Hamda u duoda qo'l ko'tarmaydi debdi namozda. Bu to'g'riliq hadislar toza sahih emas deb qaragan. G'azalining nazarida amaliyotda eng bu jihatda hadis bor dedi. Mayli imom bo'lamdi, imomdan boshqa kishilarga qo'lni ko'tarish sunnat deb qarabdi, hoshiyasida, sharifsida. Hokim degan bir muhaddisniki rivoyat qilgan bir so'zida qunutda qo'lni ko'tarish haqida hadis borligi rivoyat qilingan. Agar bu hadis sahih bo'lib qolsa, unda bu mustahab bo'ldi deb bu ilova bergan edi. Ammo Imom G'azali Ihyon yozgan vaqtida bu so'zga qarshi so'z qilgan. Ihyoda buna o'xshamaydigan shaklda gap qilgan. Endi jamoat ba'zi qunutlarni o'zi o'qisa bo'ladi. Fa innaka taqdi va la yuqda alayk. Uning keyinda jamoat o'zi yolg'iz birlam odam sap bo'lib turvasi bo'lmaydi. Ya sapga kirdi, ya sapning ichidan bir odamni tortib keyniga uning bilan ikkisi jup bo'ladi. Demak, sapda yolg'iz turishga bo'lmaydi. Yani cemaat bo'lgan odamniki imomning oldiga o'tib olishga bo'lmaydi. So'z, harakatda, qilmishlarda, hatto tang, ro'baro tang qilishmi to'g'ri emas. Aminni tang deymiz, qolganni yana tang deyishga bo'lmaydi. İmomdan biraz yengil, yani chando'magan holatda yengil sal kichik turish kerak. Masalan, rukuga İmam Allahu Ekber degan vaqtida imom bilan tang rukuga bormasdan imom yagsal ingishib bo'lg'ay degan vaqtida andin rukuga tushish kerak keyingi odamda.
Mesela imam şu pişansını yer secdegi şunda operib tigey davatqa vaqtida andın secdege keyindik adam meniş gerek. Yani muşunchilik orliqda keyindi meniş gerek bu yerda. Bu to'g'riliqmi hadisi var. Yani bu G'azalininki bu yerda deyilayotgan gaplar hammasi hadislardan ilingan, dalillik, manbalangan so'zlar bu. Endi bir odam septi yolg'iz turib qolibdi. Yolg'iz turmoqchi, sepliq to'lab ketibdi birinchi sep. Ikkinchi sep qarasa yolg'iz birla odam ekan. Sepning ichidan bulondan bir odamni shunda tortib etkizsa, keyinlik tortsa, septik adam ma'qul deb keyinlik o'tash kerak. Buning namozi buzilmaydi. Bu yani yaxshilikqa bir hamkorlashganlik. Undaqda biz G'azalininki darsi bugun mushagicha bo'lsin. Keyingi darslarimiz jumaga munosabatlik boblarda bo'ladi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.